Mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish eng muhim vazifalardan biri sifatida ko'rilib, joriy yilda ushbu illatga nisbatan favqulodda holat e'lon qilindi. O'z navbatida huquq-tartibot idoralari tomonidan uning jamiyatdagi har qanday ko'rinishiga barham berish borasida amaliy choralar ko'rilmoqda. Jumladan, respublikamizning nufuzli tijorat banklaridan birining amaliyot boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Qayerda ishlaysiz? Ben bu maxsus pulni siz shuni ishlaganingiz haqida. Shunday. Men shuni qo'lingizdan namuna olaman. Mana shu maxsus chap qo'lingizdan namuna olishni. Shunday bo'ldi, e'tiroz yo'q. Pulni oldingizmi? Pulni oldim. Shu yerda qayerda turibdi? Mana shu qora salafandanmi? Toshkent viloyatida qurilish materiallari ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyatda viloyat soliq boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan audit soliq tekshiruvi natijasida aniqlangan 72 milliard 956 million so'mlik soliq va boshqa majburiy to'lovlarni o'zining mazkur tizimda yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali bartaraf qilib berish evaziga 110 ming AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda ichki ishlar organlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda bank mansabdori kelishilgan pul mablag'i hisobidan 30 ming AQSh dollarini oldindan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi va 28 orqali 211-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Ta'kidlash lozimki, amaldagi qonunchilikka muvofiq bu turdagi jinoyat uchun bazaviy hisoblash miqdorining 600 baravargacha miqdorda jarima yoki 10 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan.